Assalomu alaykum va rahmatulloh. 26-noyabr kuni uchgan guruhimiz mana inshaalloh Jidda shahriga, Jidda xalqaro aeroportiga kelib qo'ndik. Alhamdulillah, hammalari sog' salomat. Samolyotdan tushyaptilar. Avtobusga chiqyapmiz. Mo'ka savolaman. Ha, bunga savolasiz. Buni ichiga mana bunisi mana meta zamoga bo'lgan. Ochib mana. Buni solib ichiga solib. Nima qolasizda? Chiqqaningizga nima qilaverasiz? Endi bu eshikdan kirganingizga yana boshqa eshikdan chiqasizda, 7 ta eshigi bor ekan mana. Shuning uchun bunisidan yuk vaqtda o'zida qaytib chiqolmaysiz birinchi borga. Bo'pti, ketdik. Qancha so'mkalarni oldik? Bloger. Ashuna. Rasm olyapsizlarmi? Yerda o'tirib turaylar hozir. Jinda bor. Hozir registratsiya boshlangandan keyin hozir aktivma chiqamiz. Hozir Ben resim yapıyorum. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz mana Andijon xalqaro aeroportidamiz. Bilasizlar, hozir bizda juda katta yangilik bo'ldi. Chunki bizni to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz mana shu Andijon viloyatidan to'g'ri reyslar o'rnatilgani bo'ldi. Biz uchun katta yangilik bu narsa. Hurmatli obunachilar, endi nimaga sizlar aeroportda sizlar qayerga ketyapsizlar? Mardonayol deydigan insonlar bo'lsa, biz emas albatta, lekin xudo xohlasa bizga nasib qilsin, inshaalloh bizni uyimizdagilar ketishyapti, shu yaqinlarimiz. Qayerga ketishlari mumkin? Albatta umra ziyoratiga ketishyapti. Mardonayol qaysi paketda, qaysi tur bilan ketishyapti? Bizga ham ochiqroq ayting. Andijondan to'g'ri biz ham mana shu ota-onamizni haj ziyoratiga yuboraylik degan insonlar bo'lsa, xudo xohlasa bizlarga mana shu tur paketlar haqida alohida batafsil ma'lumotlar berib o'taman. Undan oldin hurmatli obunachilar, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hozir juda ham ko'p insonlar aldov unaqasiga uchrab qolyapti. Shuning uchun tur paket tanlayotganingizda albatta ularni haqiqatan borib kelganmi, litsenziyasi bormi, shu narsani albatta birinchi o'rinda nimasini o'rganib chiqinglar. Chunki chet davlatda turibdi-da, insonlarimiz musofirchilikda pulni topyapti. Pul topayotganda lekin mana shu pulini ana shu yaqinlariga, ota-onasiga, opa-singiliga hadya sifatida umra ziyoratini taklif qilishyapti. Shuning uchun hurmatli obunachilar, bizlarga taklif qila olamiz hikmat, ya'ni hikmat paketini. Ya'ni bu travelda qanaqa imkoniyatlar bor? Masalan, bir oyda, balki 2 oyda aksiyalar bo'ladi. 2 ta insonga aksiya bo'ladi. Bugun mana biz shu narsaga guvoh bo'ldik, amin bo'ldik. Bizning yaqinlarimiz mana shu aksiyaga duch keldi, shu narsaga. Albatta ana shu pulingizdan, masalan, olib ketayotgan bilet olayotgan pulingizdan anchagina past narxda berishar ekan. Balki bu narsaga keyingi safar siz bo'lib qolishingiz mumkin. Aksiya deganda endi nimaga aksiya bo'ladi, nima sababdan deyishlar mumkin, lekin aksiya mana shu insonlar tomonidan ekson ekan. Ekson sifatida sizlarga taqdim qilinar ekan. Shuning uchun hurmatli obunachilar, bu haqida yana to'liq ma'lumot berishni xohlasanglar, Hikmat Travel paketi umra ziyoratiga, mana 14 kunlik umra ziyoratiga mutaxassis 50 boshlar bilan birgalikda, albatta bitta emas, 2 ta emas, 4 ta 50 boshlar bilan birgalikda ketiladi. Sizlarga muntazam ravishda ibodat qilishlari uchun, u yerda mustaqil harakat qilishlari uchun sizlarga juda ham qo'ldan kelgancha yordamini ayamaydi, yordam beradi va boshqalarga nisbatan bu yerda faqatgina nimada ziyorat, ibodat bilan shug'ullanasizlar. Endi ko'pchilik mana bilyapsizlar, boshqa turdagilar Turkiya, Malayziya, Dubay orqali ketishyapti. Lekin biz sizlarga tavsiya qila olamiz, Hikmat Travel paketini tavsiya qila olamiz. Mana biz o'zimiz yaqinlarimiz bu bilan 3-chi bora ketishyapti. Biz o'zimiz ishonganimiz uchun, o'zimiz shu narsaga qilganimiz bo'lgancha ishonchimiz komil bo'lganligi uchun jo'natyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh bizni ham borish, bola chaqamiz bilan borishni nasib qilsin. Hammanglar boringlar, xudo xolasa sizlarga ham oilalar, ota-onalar, yaqinlar birgalikda borishni nasib qilsin inshaalloh. Lekin biz hozir mana Andijon aeroportiga to'g'risi 2-3 bor kelishim juda ham xursand bo'ldim. Mana shu Andijon aeroportida shu narsamiz ochilganligi uchun. Mardonayol bu nomerlarni qayerdan topsak bo'ladi? Sizni qayerdan topsak bo'ladi? Bu tur paketni
qayerdan biletni olishim mumkin deydigan insonlar bo'lsa, xudo xohlasa sizlarga mana shu pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Albatta mehr oqibat, ya'ni xo'jayinimning raqamlarini o'zini tur paketda egalari nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon 24 soat telefon qilishlar mumkin. Qanaqa muammo bo'lsa, qanaqa bir nimalar savollar bo'lsa, bemalol javob berishadi mutaxassislar. Xudo xohlasa inshaalloh o'zingizlar kuzatib ham qo'yaverasizlarmi yo o'zingizlar kutib olasizlarmi degan insonlar bo'lsa, bemalol kutib olamiz ham, bemalol kuzatib ham qo'ya olamiz. Shuning uchun bemalol ishonishingiz mumkin. Bu narsa ishonchli. Garantiyasi bor, litsenziyalari bor, litsenziyaga ega. Ya'ni O'zbekiston bo'yicha 7-bor litsenziyasini olgan Hikmat Travel paketi bu narsa. Shuning uchun hurmatli obunachilar, biz bilan qoling, biz bilan kuzatishda davom eting. Biz xorijlarimizni, ya'ni ziyoratchilarimizni kuzatishda davom etamiz. Xudo xohlasa kirib ketayotgan, u yerdagi bo'layotgan jarayonlardan ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Mana aeroport ichiga kuzatib keldik ziyoratchilarimizni. Endi ichkarida bilasizlar, ba'zi bir ham unaqalarga qonun bor, hamma narsaga bizlar qonunga rioya qilamiz. Chunki ichkarida bitta olish anaqasiga to'g'ri keladi. Chunki kimdir videoga tushganda, kimdir chunki bu narsani dunyo ko'radi. Shuning uchun mas'ullar sizlardan iltimos qilamiz. Mana biz ziyoratchilarimizni ichkariga tashlab, ya'ni endi boshlarni o'zlari qo'liga berib chiqdik. Xudo xohlasa yaxshi ziyoratlarni qilib kelishsin, biz ishonamiz. Xudo xohlasa bu paketga bu birinchi emas, ikkinchi emas, uchinchisi xudo xohlasa hammalarga mana shu paket orqali, ya'ni Hikmat Travel paket orqali borishinglarni, mana o'zi ota-onalarga ishonishinglarni, yaqinlarga ishonishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Bo'lmasa sizlarni ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'lsa savol beradi. Ha, bunga savol olasiz. Buning ichiga mana bunisi mana meta zamoga bor. Buni ochib mana. Buni solib ichiga solib. Nima qolasizda, chiqqaningizga nima qilaverasiz? Endi bu eshikdan kirganingizga yana boshqa eshikdan chiqasizda, 7 ta eshigi bor ekan mana. Shuning uchun bunisidan hech vaqt o'zida qaytib qolmaysiz, birinchi borga. Bo'pti, ketdik. Qancha so'm kelardi oldik? Bloger. Ashuni. Rasm olyapsizlarmi? Mashina o'tirib turaylar hozir. Jinda bor. Hozir registratsiya boshlangandan keyin hozir aktiv maqsad chiqamiz. Hozir Ben resim yapıyorum. Nunjil mu'minin mo'minlarga ham biz mana shunaqangi najot beramiz deb Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni oyati karimani davomida Alloh taolo aytayaptiki, "Valawla annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun." Agar bandamiz Yunus alayhissalom balig'ni qorniga tushmasdan ilgari ko'p tasbih aytmaganda, o'sha balig'ni qornida qiyomat kunigacha qolib ketgan bo'lar edi, deydi Alloh taolo. Ana shu Yunus alayhissalomning duolarini ijobat bo'lishligiga u kishini hayotlarida ko'p zikr qilgan, ko'p tasbih aytganlari sabab bo'lgan deb ulamolarimiz mana shu hadis sharifni sharhida Yunus alayhissalomning hikoyalarini sharh qilib keltiradilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda birorta o'rinda "Ey bandalarim, ko'p namoz o'qinglar, ey bandalarim, ko'p ro'za tutinglar, ey bandalarim, ko'p ehson qilinglar, ey bandalarim, ko'p ilm o'qinglar" demagan ekan. Ammo Alloh taolo aytgan ekanki, "Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila." Ey mo'min bandalarim, Allohni ko'p zikr qilinglar. Alloh taoloni ko'p zikr qilishlikka buyurgan ekan Alloh taolo. Ertayu kech Alloh taologa subhanalloh deb tasbih aytinglar. Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishlik. Mana bir markabga chiqdingiz, shaharga borguncha 10-15 daqiqa, 20 daqiqa vaqt o'tadi. Mo'min odam doim cho'ntagida tasbih ko'tarib yuradi. Tasbihda astag'firullohal azim deysizmi, subhanalloh deysizmi, la ilaha illalloh deysizmi, zikrni qaysi turi bo'lsa ham zikrni ko'paytirishligingiz Alloh subhanahu va taoloning
muhabbatiga sazovor bo'ladigan amal ekan. Ulamolarimiz aytadilar, qaysi bir inson ehsonni ko'p qilsa, Alloh taolo uni yomon holatda o'lim topishlikdan saqlaydi. Chiroyli holatda odamlar men ham shunaqa holatda o'lsamidi deydigan chiroyli o'lim beradi. Qaysi odam zikrni ko'p aytsa, vafot qilayotgan vaqtida insonning tomog'i, og'zi qurib qolar ekan. Zikrni ko'p aytgan odamni og'zi doim nam bo'lib turadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Tiling doim zikrdan nam bo'lib tursin deb ashoblardan bittalariga aytdilar. Ulamolarimiz aytadilarki, mana ovchilar kiyikka o'q otgan paytida qaysi kiyik tasbehdan qolsa o'q ashunga tegar ekan. O'rmonchi daraxtni kesayotgan vaqtida qaysi daraxt tasbehdan qolsa bolta ashuni kesar ekan. Nima uchun bunga misol qanaqa bunaqa bo'ladi desa, aytdilarki, mahalla ilgari o'g'rilar aylanib yurar ekan. Qaysi uyni egasi uxlagan bo'lsa, shu uyga tushar ekan o'g'ri. O'yg'oq odam bo'lsa, unga o'g'ri tushmas ekan. Ya'ni Alloh taoloni zikr qilishlik insonni doim o'yg'oqligi ekan. Allohni zikr qilmaslik uni doim g'aflatda uyqudaligini alomati debdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo juda ko'p zikr qilishlikka buyurgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar bir sahobalardan bittalariga, "Ey palonchi, men sizni juda yaxshi ko'raman. Arshni tagidan bir kalima chiqqan, arshni tagidan. Shu kalimani aytib yursiz, Alloh subhanahu va taolo sizga o'ylamagan tarafingizdan rizq beradi. Darajotingizni ko'taradi, martabangizni baland qiladi, gunohlaringizni kechiradi. Mushkulingiz bo'lsa oson qiladi, kasalligingiz bo'lsa shifo beradi." Shunaqasiga 100 ta fazilat sanagan ekanlar. U kalima qaysi kalima desa, la havla va la quvvata illa billah. Mana shu kalima nihoyatda darajada ulug' kalima ekan. Bu degani nima degani desam, havl degani quvvat degani, quvvat degani ham quvvat degani, ya'ni Parvardigoro bironta yaxshi amal qilishlikka meni kuchim yetmaydi. Biror yomon amaldan tiyilishlikka meni kuchim yetmaydi. Magaram sen madad bersang yaxshi amal qilaman, sen saqlasang yomon amaldan saqlanaman degani bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu kalimani arshi tagidan chiqargan. Qaysi odam shu kalimani aytsa, Alloh taolo uni o'ylamagan tarafidan rizq beradi. Rizq deganda biz faqat yeydigan narsani tushunamiz. Yo'q, rizq degani nima degani deb bir qog'ozga ro'yxat qilinsa, yeydigan narsa ro'yxatning pastrag'ida kelar ekan. Uni tepasida birinchisida sizni doim Alloh taoloni eslab, bergan ne'matlariga shukrona qilib, o'tkazgan umringizga shukr qilib, o'tgan gunohlaringizga tavba tazarru qilib turishligingiz eng rizqlarning kattasi ekan. Farzandlaringiz ham sizga itoat qilib, dada nima kamchiligingiz bor, nima xizmatingiz bor, xizmatingizni qilay deb turishligi, bu ham Alloh taoloning bitta rizqi ekan. Dunyodan ketar vaqtingizda chiroyli holda Allohning huzuriga ketishlik rizqlarning eng ulug'i ekan. Rizq deganda ma'nosi shunaqangi katta ekan. Alloh taolo rizqingizga, umringizga baraka bersin deb mana katta domla buvalarimiz, o'tgan ota-onalarimiz duo qiladilar. Barakot degani molingiz ko'payib ketsin degan ma'noda tushunib qo'ygan ekanmiz. U ham bitta ma'no ekan, lekin molingizga, umringizga, rizqingizga barakot bersin degani, barakot Alloh subhanahu va taoloni bir maxfiy yordami ekan. U barakot agar molingizga kelsa, molingizni ko'paytirar ekan. Umringizga kelsa, umringizni uzaytirar ekan. Rizqingizga kelsa, yeyotgan taomingiz sizga shifo bo'lar ekan.
farzandlaringizga kelsa barakot, farzandlaringizni